Assalomu alaykum hammaga. Sizlar bilan IT Vanus. Bugungi darsimiz Google darslar to'plamidagi 7-mavzu bo'ladi. Bugun xudo xolasa Google Forum tizimini o'rganishni ko'rib chiqamiz. O'zi umuman Google Forum qayerlarda ishlatiladi? Birinchisi, fikr yoki takliflarni yig'ish uchun ishlatiladi. Ikkinchisi, birorta odamlarni ro'yxatga olish uchun ishlatiladi. Test yoki imtihonlarni o'tkazish uchun ishlatiladi. Boshqalardan, mijozlardan yoki xabarlarni qabul qilish uchun yoki bo'lmasam do'kon bo'lsa, do'kondagi buyurtmalarni olish uchun ham ishlatish mumkin. Bundan tashqari, so'rovnomalarni o'tkazish uchun ham Google Forum ishlatiladi. Ko'p saytlarda ko'rasiz, aloqa uchun degan alohida bo'lim bor. Demak, u yerda familiya, ismingiz, pochtangiz yoki bo'lmasam qandaydir ma'lumot to'ldirib, u yerga xabar yuborishingiz mumkin. Aynan shunga o'xshagan tizimni hozir Google Forum orqali qanday qilishni ko'rib chiqamiz. Birinchi bo'lib, demak, dars uchun degan papkaga kirib oldik. Bu yerdan mana bu Google Forumdan blank form, ya'ni bo'sh shablon asosida yangi forma hosil qilamiz. Bu yerga aloqa uchun deb yozamiz. Saqladik. Endi aloqa uchun ma'lumot qabul shunchaki xabar yuboring deb yozsam bo'lsa kerak. Aloqa uchun xabar yuboring. Endi bu yerda testlar ham yozsangiz bo'ladi, ya'ni bir nechta savol yozib, bu yerga variantlar yozib, demak biz bu yerga endi birinchi PO yozamiz, ya'ni familiya, ismi, otasining ismi. Bu yerga mana bu short answerni tanlaymiz, ya'ni bitta javob. Demak, mana bu majburiy. Keyingisi bundan kopiya olamiz. Endi emailni kiritamiz. Email. Bu ham short answer bo'la qolsin. Bu ham required. Keyingisi keling yosh. Ozgina boshqacha bo'lish uchun bu yerdan mana bu multiple-ni tanlaymiz. Birinchisi 18-25 orasida bo'lsin. Keyingisi 26-35 orasida bo'lsin. Oxirgisi 36 dan katta bo'lsin. Misol uchun 60 gacha. Va endi tushamiz. Xabar sarlavhasi deymiz. Bu yerga sarlavha yozamiz. Short answer. Oxirgisi xabar matni. Matni. Bu paragraf bo'ladi, ya'ni bu yerda ko'proq ma'lumot yoziladi. Hammasi majburiy maydonlar bo'ldi. Hop, keling bo'lmasa yoshni olib tashlaymiz majburiy maydondan. Ya'ni buni to'ldirish majburiy emas. Farqli bo'lish uchun. Bu yerdan mana bu preview orqali biz mana buni ko'rib olishimiz mumkin, qanday bo'layotganligini. Email yosh. Yaxshi. Buni yopamiz. Endi mana bu response orqali biz qaysi Excelga bog'lamoqchiligimizni bu yerdan ko'rsatib o'tishimiz kerak. Yana bir tekshirib qo'yaman. Menimcha hammasi to'g'ri. Response link to sheets. Xo'p, yangi mana bu nomli shablon, ya'ni Google Sheets hosil qilamiz. Bundan chiqamiz. Sozlamalar bo'limidan. Demak, bu yerda qandaydir sozlamalarni bajarishimiz mumkin. Ya'ni email majburiy bo'lsin yoki bo'lmasam faqat bir marta javob bersin. Shunga o'xshagan narsalarni. Agarda sizda test bo'lsa, mana buni yoqib qo'yishingiz mumkin. Ya'ni faqat bir marta bajaradi, ya'ni login qilgandan keyin qayta yuborishi mumkin emas. Bu bizga kerak emas. Bu test uchun ko'proq ishlaydi, biz uchun kerak emas. Menimcha hech qanday sozlamalarga tegmaymiz. Bo'ldi. Bu ham bo'ldi. Endi mana bu yerdan xohlasangiz temasini o'zgartirib qo'yishingiz mumkin. Bularni endi publish qilamiz. Demak, anyone, ya'ni ochiq qilyapti yoki bo'lmasam qandaydir faqatgina
link orqali, ya'ni kimda link bo'lsa, faqatgina shular mana bu yerdan ham faqatgina kimda link bo'lsa, shular mana buni o'qiy olsin degan narsani qo'shamiz. Bu yerdan odam qo'shmaymiz. Publish. Publish bo'ldi. Hammasi joyida. Endi mana bu yerdan linkni copy qilib olamiz. Short copy. Endi bu yerdan mana bu yerga stavit qilamiz va kiramiz. Bu bizning forma. Hop, familiyasini kiritamiz. Qodir Azizov, misol uchun email Qodir Azizov gmail.com. Yoshi mana shuning orasida savol bor deb matn yozamiz va xabar matniga qandaydir savol yozamiz. Sizlarda ish vaqti qanday? Qayta aloqa uchun nomer yozib qo'yishimiz mumkin. Qandaydir 998 91 mana shunday tarzda misol uchun yozib qo'yishimiz mumkin nomerni. 998 xxlar. Отправить ni bosamiz. Demak, xabar yuborildi. Endi responsga o'tsak, bizda bitta xabar bor. Yoki bo'lmasam, Exceldan ham ko'rishimiz mumkin. Demak, Qodirov Aziz yuborgan bitta respons bor pochtasi. Mana bu xabar, mana bu matni. Exceldan ko'rish uchun mana bunday ko'rishimiz mumkin. Mana bu vaqtda mana bunday bizga xabar kelgan. Demak, mana bunday tarzda biz diagrammalarni har xil ko'rinishda kelsa, foizni ko'rishimiz mumkin. Menimcha, Google Form bilan ishlash tushunarli bo'ldi deb o'ylayman. Bugungi darsimiz shulardan iborat edi. Keyingi darslarda ko'rishguncha sog' bo'linglar.